Assalomu alaykum. Va alaykum. Xush xizmat, nima yordam kerak? Bugun bitta joyga seni ish qarzing bor deyapti-da. Shuni siz yaxshi bilar ekansiz taomni. Iltimos menga ma'lumot bering, bir o'shalarni oldiga boray. To'g'risi, tog'angizni men ham bilmayman, lekin bitta yordamimni bilaman. Eski zavodda ko'rishamiz deyardilar. Eski zavodda bo'lishi kerak menimcha. Eski zavod deysizmi? Eski zavodda. Rahmat, shuning uchun ham. Bo'pti, xayr. Alex. Duxlanma gapi, hozir kaltak tegib qolasan-a. Tog'am senga shuncha yaxshilik qilgan. Tog'am yaxshilik qilgan bo'lsa, bir marta yaxshilik qilibdi. Nima endi? O'nga yuraymi? Shu tog'asi yaxshilik qildi menga, yaxshilik qildi deya. Jonga tegdiysa ham. Alex bu ishingdan qaytasa ham. Tog'amni qidirdim. Qidiryapman. Sangosa undan kuyatgan. Esingda yo'qmi? Buzib qo'yganda. Neda 4-qismda, 3-qismda maka poyasini buzib tashlaganimizda bizni deb haydaldi. Lekin shunda ham bizni uyda haydab yubormadi-ku. Men nima qilay? Joyga tegdiysa ham. Men qishloqda mer bo'lib yuraman deb o'tiribman. Sen o'zi bu yoqdan unaqa tavajon qilasan. Joyga tegding-ku. Misol uchun senga yana bitta narsani eslataymi? Eslat. Esingdami? 1-qismda darrov bizga chipta olib bergani, cho'mishga teng deganimizda cho'mishga ketgani. Lekin to'g'ri aytyapsan sayfi. Tog'am rostdan agar odam o'zini bilmasa, mansab odamni kut qilib qo'ygan. Bitta savol bor-da, Alex. Tog'ani qayerdan qidiramiz? Isagi, sen xavotirlanma. Men tog'amni birovga aytganda shartta eslab qoldim. Eshitib oldim. Yur endi mana shu miyaga zapis qilib qo'ydim. Endi o'sha yerdan qidiramiz. Davay. Ketdik. Sog'ayim bolali. Kechagina katta bo'lmoqchi edim. Bugun esa kichkina bo'lmoqchiman. Har bir kun macho o'ynaganimizda topilardim erta. Afsus. Hayotni erta tark etdim. 55 yoshda tark etyapman. Alex, endi nima qilamiz? Tog'am o'ldi. Namuncha yig'laysan? Olib boramiz.
keyin oboramiz degani. Oborib turib nima qilamiz? Itam biladi nima qilishimizni. Oborib turib ko'm qo'yamiz. Undan keyin men mer bo'laman. Tabriklanaman. E'tibor, sen faqat mer bo'lishni o'ylaysan. Tag'in ayrilishni bilyapsanmi? Uy kimga qoladi? Bilib qo'y. Uyim menga qoladi. Qo'rqma, sen ham yashaysan. Aytib qo'y. Uyi menga qolgani bilanchi men mer bo'laman. Ana merni oldiga men o'tiraman. Hozir birinchi очередda qiladigan ishimiz tag'ani ko'mish. Tezroq bo'l. Yo'q bo'laveradi. Tuvariya bana shakar. Shuncha qiyin yashashlarni Alex bilmadi. Sizdan roziman tog'a. Joyingiz jannatdan bo'lsin. Joy jannatdan bo'lsin tog'a. Hayır. Shuncha tog'a. Men sizni o'lsam ham unutmayman. Endi men bo'lish navbatiga ketdim men. Tak. Xo'p do'stlar, men sizlarga podpiska va obunani bosib qo'yinglar deganman. Sizlar bo'lsa nimalarni bosmayapsizlar? Xo'p. Kamerasidan o'yroq qilib oling. Xo'p. Aminglar. Bizda hozir ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam men akamiz o'lib qolibdi. O'ldiga meni tog'am Rishola edi. Afsuski uni ham o'ldirib ketishdi. Endi men bo'lmoqchiman. Falandar merga esa bir minut sukut saqlaymiz. Rahmat azizlar. Endi men Rishola bo'laman. Taxt vorisi etib men ikkinchi o'rniga, men uchinchi Rishola taxt vorisi etib tayinlansin. Endi hamma o'z ishiga va joyiga borishi mumkin. Like va podpiska esdan chiqmasin andaylar. Menga qara, meni jiyanim bo'l edi. O'zing bo'lishni xohlamading. Mana endi ko'r. Men Rishola bo'ldim. Seni qara, hech kim bo'lmay o'tiribsan. Endi men o'zim mazax Risholalikni mazax panevraman. Risholalikni panevraman. Tushundingmi? Men senga o'sha mer bo'lishga qiziqmayman. Qarab tur. Hali ham kech emas, bu ishingdan qayt. O'zi tag'ayni o'lsa ham o'ylaysan, o'lmasa ham o'ylaysan. O'zing uchun ham mazax yasha. Tag'am deb o'lib ketmaysan-ku. Men hozir bu ko'chadagi bir bezorlarni borib bitta qurtaman. Tushundingmi? Sen mana shu yerda qo'yini kiyib o'tirasan. Tushundingmi? Tushundingmi? Tunni tinch qo'ymaydi. Alo. Ha. Endi bir jonim chiqsa, barini to'g'ri aytgan aytaman.
uyda turar ekan. Nima? Hali tunda bahs uyushtirilyapti men hozir. Qayerda bo'lyapti? Ochildi. Nega kira? Aka, yana bir marta qishloqda hov qilganingizsan. Yo'qolasa qishloqda bacha bilyapti. Menmisan o'zingcha? Qo'shiq aytishni nimasi yomon? O'zingcha men bo'lyapsan, meni o'yla debsan. Men hozir ko'z oldingda turibman-ku. O'zingcha endi senga gapirgan foydasi yo'q. Chiqib ket meni. Chiqib ket meni uyimdan. Men bo'lgandan keyin hamma uy meniki bo'ladi. Tushundingmi? Sen hali pushaymon yeysan. Men mazza qilaman.